Real, mana shu ID'ni tekshirib ko'ring. Bu akkaunt ko'rsangiz shokka tushib qolasiz. Bo'ldi, tekshirib ko'raman. Voice beramiz, mana shu akkaunt. Vo, qani buni tagi? Personaj qani? Короче, bu akkauntda shunaqangi set bor ekan. U даже 0.001% odamdan uchirar ekan. 1000 ta odamdan bittasida uchiradigan seti bor ekan bu akkauntda. Tasavvur qilsanglar. Mana demak, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun juda ham ko'p odam intiqlik bilan kutgan video bo'ladi. Noodatiy akkauntlarni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu to'g'risi menga ham qiziq, albatta bilaman sizlarga ham qiziq. Chunki bundan oldingi videomda aktiv portatib yuborgansizlar. Demak, hozir ko'rsatadigan akkauntim menga obunachilarim tomonidan ID'larni tashab berilgan. Men o'zim ham hali ko'rganim yo'q. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin sizlarga har doim aytib o'tganman. Prosta tak shu videoni ko'rib turib, tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Mana ko'rishinglarki, bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoni boshladik. Radnoylar tayyor bo'lsanglar, birinchi akkauntni ko'rib chiqamiz. To'g'risi menga ham qiziq, nimaga deganda bu akkauntlarni o'zim topmaganman. Menga obunachilar ID'sini tashlagan. Tekshirib ko'ring aka, noyob akkauntlar. Bu yerga hozir oldvi tak ili noyob shunaqa akkauntlar jamlangan. Mana birinchi akkauntimizni ko'rishinglar mumkin. Mana ID'siga yaxshilab e'tibor beringlar. Unda tekshiradigan akkauntimiz bu 56 74 14 24 55 ID'li akkaunt. Nimasi bor bu akkauntda? Xo'p, qaysi biri endi? Menimcha shu 20 levelli akkaunt bo'lsa kerak. Unda nimasi bor akkauntda? Xo'p, обычный tak nimasi bor bu akkauntda men tushunmadim. Bu o'yinchi Royal Pass profilini berkitib qo'yilgan ekan. Даже kolleksioni ham bekitib qo'yilgan. Nimasi noyob bu akkauntni men to'g'ri tushunmadim. Nima? Voy, men buni pasti qani? Voy. Voy, men kallachani o'zi turibdi, qani buni pasti? To'xtanglar. Chota, meni internet ishlamay bug bo'lib qoldi. To'xtanglar. Bitta kiramiz. Men internetim yaxshi ishlayapti-da. Hop, ID'ga mana bunday qilib yozamiz. 20 level akkaunt. Qani buni pasti? Onasini emsin. 900 ming populyarnisi bor. Menda bug bo'lib qoldi menimcha. Hozir men yonimda telefon yo'q-da, do'stlar, men kirib ko'ray desam, menimcha menda bug bo'lib qoldi. Yo'qda real akkauntda shunaqa pasti yo'q bu personaj. Qani buni pasti? Men kallasi turibdi xolos. Mana qaranglar, qanaqasiga menga tushuntirib beringlar. Menimcha akkaunt haqiqatan noyob akkaunt, o'shaning uchun tashalgan, chunki bu yerda RP'si bekitib qo'yilgan, leveli bekitib qo'yilgan. Menga obunachim qanaqadir hayratlanarli akkaunt deb tashaganlar. Mojid o'shadir. Agarda erinmasanglar, sizlar ham pubga kirib ko'ringlar, shunaqa realni kommentga yozib qoldiringlar. Menda juda bug bo'lib qoldi shekilli. Keyingi akkaunt ko'rib chiqamiz. Aytgancha, keyingi akkauntimiz ko'rmasimizdan oldin, men bu akkaunt ko'rib turibsizlar, o'zimni takoy o'ynab yurgan akkauntim. Xo'p, mana shu akkauntni tekinga yuta olsanglar bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib qo'yasizlar va poyizga Real PPM deb yozsanglar, meni kanalim chiqib keladi. Shuni kirasizlar, qatnash knopkasini shunda bosib qo'ysanglar bo'ldi. Tez orada g'oliblarni aniqlab, mana shu akkauntni streamda beraveraman tekinga, plus RP UC ham beriladi. O'shaning uchun atigi 3 sekund vaqtinglarni sarflaylar. Shuni mana shu videoga hozir pauza bosinglar, o'tinglar, Real PPM deb yozinglar. Men kanalim chiqib keladi va qatnash knopkasini bosib qo'yinglar. Shu videoni opisiyanasiga silga qo'ya olmayman. Faqat poyizdan kirsanglar bo'ladi. Demak, birinchi akkauntimiz ko'rdinglar. Вообще bomba akkaunt. Bu degani birinchidan shunaqa bo'lsa, u yog'i ham shunaqa bomba akkauntlar. O'shaning uchun tayyor bo'lsanglar, keyingi akkauntni ko'rib chiqamiz. Realni menga bu вообще interesni bo'ldi. Keyingi akkauntimiz bu. Hozir ko'ramiz ID'larni ko'ramiz. Men obunachilarni tashlagan ID'ni men bu yerga saqlantirib qo'yganman. Xo'p, 51 1 2 voy 6 ta nolli akkaunt 1 2 3 4 5 6 и oxirida 5 raqamli ID'imiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Xo'p, nimasi hayratlanarli? Akkaunt 33 level. Nimasi bor? Xo'p, yaxshilab ko'ramiz. 33 levelli akkaunt
Do'stlar, qaranglar, kolleksion 47 bu degan akkauntda nimadir bor to'shni. Ko'ramiz. 48 ta mifigi bor akkauntda. Yaxshi, lekin 33 levelli akkauntda 47 kolleksioni bor. Xo'p, da tayyor bo'lsanglar, mifiklarni ko'rib chiqamiz. Nimasi bor? Voy, mana buni qaranglar. Mana buni qaranglar, akkauntda 3x Godzillasi bor. Даже meni akkauntimda yo'q-ku. 60 levelli akkauntim bor. Yo'q-ku anonsi, nima deydi? Mana bu setlar. Eng qizi bir emas, 3 ta Godzilla seti bor. Va mana bunaqa RX seti ham bor. Voy, bu akkauntda sizlar tasavvur deysiz. Men nimadir qilib bera olmayman bu akkaunt, tasavvur ham qilib bera olmayman. Agarda mana shu akkaunt menda bo'lsa, realni aytyapman, boshqa akkaunt kerak emas. Shu o'yna, mazza qilib yurardim bor. Endi aytmoqchiman, olib mazza qilib o'ynaydigan akkaunt, chunki men bu setni men sevaman bor, prям sevaman. Xo'p, old setlardan biri, tepa setlari nima? 4x Godzilla seti bor, futbolkasi bor. Akkauntim вообще old ekan, plus Godzilla rukzak, pastki setlardan va hokazo. Mana tepa setlardan yana nima bor ekan? RX set bor, plus 2 xil pijama bor. Pijama ham вообще old setlardan biri. Demak, akkauntimiz ko'rdik, realni pichu akkaunt, ikkinchi akkauntimiz ham tasavvur qilmanda ikkita akkaunt ko'rdik, ikkitasi ham bombada. Hali oldinda qanaqa noyob akkauntlar bizani kutyapti. Davayte unda uchinchisini ko'raylik. Vaqt realni o'zim ham qiziqib ketyapman. Sizlarga bu bilaman qiziq, chunki bundan oldin videomizda prosmotr prosa portatib yubordinglar. Hammalarga rahmat. Demak, keyingi akkauntimiz 51 3 ta 5 ta 093. Qaranglar, old akkauntlarda 1 2 3 4 5 va 93 adili akkauntimiz. Oha, uzr 78 level S3 da zavz uzr. Ozgina anaqa qilib qoldi, tilim sepkili chiqib ketib qoldi. Gandandur. Tak, akkauntimiz 78 level S2 zavasi bor. Bitta kirib ko'ramiz nimalari bor ekan. Niki Rosokchik, men nimadir qarochi niki. Onasini emsa, men unaqa qiynamaylar, iltimos, nima bu akkaunt? S2 zavasi bor akkauntlarga hech balosi yo'q. Danat qilmagan akkaunt deb o'ylayman. Bitta kolleksionni ko'raylik-da. Mana buni qaranglar, hech balo yo'q akkauntda bor, bir lekin mana S2 zavasi borda, RPSni ko'raylik desam bekitib qo'yibdi-yu. Bu akkaunt populyarligi qanaqa ekan? 200 ming populyarligi bor. Qanday qilib menga aytinglar, agarda menda bilasizlar S2 zavasi bo'lsa, hozirgi aqlim bo'lsa, borib shunaqangi soqqani tiqardim deb borib publikga topganim tiqardim. Realni bu chiroyli kontent bo'lardi. Tasavvur qilsanglar, men qanday tushuntirsam bo'ladi? S2 zavasi bu dunyoda juda kam. Bor, lekin juda kam. Endi o'zingizlar uchun bilib olinglar. Misol uchun S3 zavasi bor, lekin S2 noyobda, tushunyapsizlarmi? Demak, Major City'dagi bolalar bo'lishi uchun bitta men yetishmoqda. Allo. Mana bu akkauntimizni ham ko'rdik. Demak, keyingi akkauntimizni ko'rib chiqamiz. Undan oldin bitta narsani eslatib o'tay. Agarda haligacha qimmatga yusib yurgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, men UCSersda bug topib qo'yganman. Qanaqa bug desanglar, endilikda bizning UCSers O'zbekistondagi eng arzon UCSerslardan biri va ikkita yangilik bor. Birinchisi, agarda bizdan 7 marta UC olsanglar, 7-sini oldinglar sizlarga bonus UC qo'shib beriladi. Ikkinchi yangilik, mana shu videoni mana shu yergacha kelib, shuni skrin qilib adminga tashlasanglar, sizlarga UC olsanglar skidka ham qilib berishadi. O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Takshda UCni begona qilmanglar. Tak mana shu yerlarda chiqadi. Poiska Real PPM deb yozinglar. Meni kanalim chiqib keladi. Albatta UClarni olinglar. Tezkor, ishonchli, hammasi bizda 24/7 ishlaymiz. Demak, ortiqcha gap so'z kerak emas. Keyingi videoni, keyingi ID'li akkauntni ko'rib chiqamiz. Davaydi. Xo'p, keyingi akkauntimiz bu 51 4.011 akkaunti ekan. 51 1 2 3 4 va 101. Ko'ramiz ID'si chiroyli, qichchu. Voy, tozalaverdim. 51 1 2 3 4 101. Xo'p, mana ko'rdik, old akkaunt 50 levelli akkaunt chiqib keldi. Ko'ramiz 15 kolleksioni bor, lekin akkauntda hech balo yo'q. Vo, akkauntimiz umuman donat ham qilinmagan, lekin S2 dan o'ynalyapti. Demak, nimadir bo'lishi kerak akkauntda. Ko'ramiz unda.
8 yil oldin ochilgan akkaunt. To'xtanglar. O'zi PUBG 2017-yil anaqa bo'lganda, 2018 mi? PUBG ochilganiga. O'shanda 8 yil bo'ladimi o'zi hisob-kitob bo'yicha? Men to'g'risi bilmadim. Agarda bilsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kolleksiyalarga kiramiz. Jam akkauntda bitta dona mifiga bor ekan. Bir dona. Nimasi bor bu akkauntda? Nima uchun menga ID tashlashgan? Radnoylar. Yoki da ustundan kulishyapti, yoki da akkauntda real nimadir bor. Xo'p, mana ko'ramiz. Tak, voy, mana qaranglar. O'zi jam akkauntda qaranglar. 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta dona kiyimi bor. O'sha ham bitta RX seti bor. Bu degani nima ekan desanglar, bu yerdan beri R2 deyapman. Do'stlar, PUBGga endi kelgan bo'lsanglar, bu RX seti juda ham oldvi bo'lgan setlardan biri. Agarda akkauntingizda bitta mana shunaqa set bo'lsa, akkauntingiz narxi 360 gradusga o'zgarib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu RX set, mana shu akkauntni o'zi bo'lsa, bir tiyinga olishmaydi. Agarda mana shu set bo'lsa, bo'ldi akkauntingiz narxi oshadi. Takshda o'zingizlar uchun bilib olinglar, bu akkauntni ko'rdinglar, RX set bor ekan, qichu, tagoy. Demak, keyingi akkauntni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, keyingi akkauntimiz mana IDsi. Bu bitta katta TikToker akkaunt ekan. Men to'g'risi buni videosi bilan tashlab berishdi bu akkauntni. Hozir IDsini ko'ramiz. Korotchi, bu akkauntda shunaqangi set bor ekan. U даже 0.001% odamlar uchirar ekan. Tasavvur qilsanglar, даже 1000 ta odamdan bitta 3 ta, voy tu. 1000 ta odamdan bittasida uchiradigan seti bor ekan bu akkauntda. Tasavvur qilsanglar, даже menga ham qiziq bu. Ko'ramiz. Akkaunt donatorskiy akkaunt S2 dan zavu. Oho, mana buni qaranglar. Mana buni akkaunt desa bo'ladi. Kolleksioni tak. 73 kolleksioni bor. Xo'p, bizga nimasi qiziq desanglar, o tepa setida, qarorchi, mana bu seti bor ekan. Solak tekkan futbolka degan seti bor ekan. Bu set 1000 ta odamdan bittasida uchiradigan set. Tasavvur qilsanglar, 1000 ta odam bo'lsa, bittasi uchiradigan set deb shunaqa video chiqarishgan ekan. Endi men to'g'risi men bilmayman. Sizlar albatta menga fikringiz qiziq. Mana bunaqa set bormi qaysidir akkauntda? Agarda bo'lsa, shu videoning boshini mana zapis qilinglar-da, atvet video qilinglar. Agarda bo'lsa 60 USD tashlab beraman. Instagramga qo'yinglar, atvet qilinglar-da, mana shu gapimni qo'yib. Mana bu set. Plus ikkinchisi mana bunaqa shorty bor ekan bu akkauntimizda. To'g'risi men bularni birinchi marta ko'rishim, realni aytyapman. Agar sizlar ko'rgan bo'lsanglar boshqa akkauntlarda albatta atvet video qilinglar. Lekin ultra mana bu Q8 o'shanaqalarni akkauntda bunaqa setlar yo'q. Qidirib ovora bo'lmanglar. To'xtanglar, o'sha shorty topib olaydi. Qarorchi, shortiga bor edi akkauntda 100 talik. Topolmadim shortigini. Lekin degan joyda mana bu set o'sha 0.001% uchraydigan set ekan aytishi bo'yicha. Takshda albatta atvet qilinglar, bu akkaunt mana shunaqa seti borligi uchun obzor qilyapmiz. Ko'rdik. Tayyor bo'lsanglar, keyingi akkaunt ko'rib chiqamiz. Mana shu qichu akkaunt qoldi deb o'ylayman. Xo'p, yana nechta akkauntimiz qoldi? Tak 512 78 09 ID bor ekan. Bu akkaunt normal akkaunt, tuzilishdan ko'rsanglar bo'ladi. 83 level o's3 dan o'ynalayotgan akkaunt. Xo'p, obzorni ko'rmasdan oldin bitta narsani yana aytay do'stlar, 100 mingtaga ozgina qolganmiz. Albatta podдержка qilib videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Sizlar uchun 100 mingta bo'lmasimdan oldin shunaqa akkauntlarni topshirib yubormoqchiman. Albatta podдержка qilinglar, sizlar uchun kontent qilaman. Qo'lingizdan dard ko'rmanglar. Radnoylar, hammalardan podдержка kutaman. Albatta obuna bosib, kommentariyaga bosdim deb yozib qoldiringlar. Hammaga atvet qaytaraman, ishonmasanglar yozib qo'yinglar. Takshda mana akkauntimiz. Men buni akkaunt desa bo'ladi. Mana shu holatda, obzor ko'rmasdan turib, mana shu holatda $1000 narsa bor bu yerda. Tasavvur qilasizlarmi? Hali obzor ko'rmasdan turib, mana shu turishi $1000 ga yaqin bu akkaunt. Qaranglar, nimasi bor desanglar, mana buni ko'rib turibsizlarmi? Bu set вообще oldvi set, tushunyapsizlarmi? Prям aytib bo'lmaydigan set. Plus mana buni gapirishga hojati yo'q, bu setda bor. Nima bu? Men buni akkaunt desa bo'ladi. Real mana bitta orzuyim bor. Mana shunaqa akkauntim bo'lsa, boshqa qiziqmas. Menga 99 level kolleksion bo'lsa ham, 98 bo'lsa ham umuman qiziqmas. Bitta shunaqa akkauntim bo'lsin bo'ldi. Даже bu setlar
Q8 dunyoda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinda turadigan akkauntlarda ham yo'q bu setlar. Men 100 talik javob beraman. Mana bu set yo'q. И plus tak, может bo'lishi mumkin, lekin mana shunaqa kompleks set yo'q. Lekin bu akkauntda qaranglar. Voy, kolleksiyonni bekitib qo'ygan ekan bu ahmoq. Voy, yaramas. Voy, unaqa qilma iltimos. Qaranglar, akkaunt S2 dan o'ynalayotgan, S3 dan full RP solinib kelayotgan akkaunt. Lekin degan joyda mana buni qaranglar. Kolleksiyonni bekitib qo'yilganda, agarda kolleksion ochiq bo'lganda, men sizlarga nereal setlarni ko'rsatardim. Bu akkauntni men tanidim, bilaman bu akkauntda nimalar borligini, faqat sizlar bilmaysizlar xolos. Shoninglar umringlarda ko'rmagan setlar bor. Отвечаем. Shoninglar men to'g'risi bu akkaunt ko'rdim obzorini. Sariq setni bilasizlarmi? Misol uchun oddiy aytaman, sariq set bor, tepa pasti sariq. O'shanaqa setlar bor bu akkauntda. Hamma hozir pasti qizil turibdi-yu, o'shani pasti sarig'i bor. Tepasi sarig'i bor. O'zingizlar uchun bilinglar endi qanaqa akkauntligini. Vobshe oldi akkaunt. Ko'rdik. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin, bugungi akkauntlarimiz juda ham qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Hali bu yerda yana ko'p ideyalar bor. Endi hammasini bitada qilib o'rmaymiz. Mana shu videoda aktiv portlatib yuborsanglar, like'larni bosib, podpiskalarni bosib, kommentariy tasavvur ana 5000 ta like qilib beringlar, sarazu part 2 ni chiqaramiz. Ya'ni keyingi qismni chiqaramiz. Agarda mana shu akkauntni yutib olmoqchi bo'lsanglar, videoga bittadan like bosinglar, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar va poizga Real PPM deb yozinglar. Men o'zimning shaxsiy kanalim chiqadi. Albatta shu yerda shuni qatnash knopkasini bosib qo'yinglar. G'oliblarni tez orada aniqlaymiz. Yutib olish ehtimollilar baland, nimaga deganda qatnashuvchilar kam va sovg'alar ko'p. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha